Bir narsani ko'rsataman qarang. Malibu 1, Malibu 2 olmoqchimisiz? Premiermi 2, 4mi farqi yo'q. Aynan mana bunday qarash kerak. Unisidan ham hozir Premier qilib ko'rsataman mana. Buni qarang. Probeg qancha bunda? 39500. Bakinglar bunisini ham ko'rsataylik-da. Mana bunda. Aka bunda probeg qancha? Bunda probeg qancha aka? Aka undan ham 70 ming probegi. 70 ming. Buni qarang, buni уже tagi chiqqan 70 mingdan. Bunisida esa mana chiqmagan. Sepilmagan, aka? Yo'q, yo'q, akajon, sepilmagan bu o'zini aka. Malibu Premier. Mana shu yerdan ko'ringizlar. Ustoga olib borib, aynan unaqa apparatchangiz bo'lsa, mana shu yoqqa tutingizlar. I kraskasini tekshirsalaringiz, agar mana shu yerda sepilgan bo'lsa, o'sha mashina marafet. Nechinchi yil bu aka? Aka 2022-yil bu to'g'ri. Nechinchi kuzov bu? Bu 55-kuzov. 55-kuzov. O, yaxshi ekan-da. Demak. 4-makalini propan Yevropa gazlari ham bor aka. Propan gaz. Texpasportdan bitta ko'rsatib olasizmi aka? Ekranga like bosib obuna bo'ling do'stlar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Chunki-da narx-navoni har haftaligini sizlarga ko'rsatib boraman. Har haftaligini. Har hafta chunki mana issiq demay, sovuq demay, qorda ham chiqqan videolarimni kirib ko'rasizlar. Issiqda ham chiqqan paytim bo'lgan, zontikda chiqqan paytlarim. 22 ekan ha. Shuni to'ppa-to'g'ri aka. Yaxshimi? Kim uchun aka? Xalq uchun ko'ryapsizmi? Malades, marka ko'rsatamiz. Yo'l zo'rib ketamiz. Nasib bo'lsa. Alloh zo'r. 5 yo'lda bo'lsa 3tasi fonda, ikkitasi qoldi. Aka, Nima aka? Aka buni 30 ming so'rab turibmiz. O'rta balon yangi. 4-makalini propan gazi bor. Gazi o'zi ham $1000. Kraska toza akajon, karnizgacha pal. Petnosi ham yo'q. Yo'q aka, oldin Probeg yo'q. Qaytmagan. Probeg ham 100% ga. O'zi Ramazon oyida to'g'risini aytyapsiz. To'ppa-to'g'ri akajon. To'g'ri tekkanmi? Yo'q, umuman tegmagan. Men mana buni ushlang, aka. $300,000 dedingizmi? 30 ming deyapmiz aka. Kelishtiring aka. Bozorda ko'ryapsiz, o'zi tomon bo'lgan, yaxshimi bo'lgan? Endi aka bu bozorligiga qolma. Bilmayman. Biz respublika bo'yicha shunaqa holat hozir. lekin o'zidan ko'ryapsizki 20 mingga ham Malibu bor, 18 mingga. 91lik 557 22 21. Lekin siz bu mashinaga aynan shunga javob berasiz, 100% javob beraman. Probeg hammasi. Hamma narsasi. Olgan odam bu o'ylamasdan Aka, olgan odam shu keladi, mana kalit tushunib beraman. Usta qanday berapman, tushunammi? Ashuni olib ketaman mashinaga, polni tekshirsin, tag, ust, motor, любой narsasi aka. Keyin bu pulni sanadi aka. Bizda unaqa narsa yo'q. O'zi bilasizki, u safargi Malibu'ni sotib tekshir. $28,000 bilaman ko'nasiz, lekin tushmaydigan narxingizni bitta aytay. Nimadir o'ting farqi yo'q. $10 $5 farqi yo'q. Lekin 28,000 ovoz chiqmasin. Aka videoni cho'zilar aka biz. Aka 28,500 aka. Ular narxlari. Yo'q. Biz ham gapirib o'rabdi. Yo'q. Mashina gapirdi-da o'zi. Ha. Aka 28,000 nima bo'lsa ham o'ting. Jon aka bo'l. Yo'q, menga qarang. Aka, yo'q, unday qilmang. $2000 birdan tushgan. Yo'q, unday qilmang. Yo'q. Vaqt ham qoldi aka. Nomer telefoningizni aytinglar. 91lik 557 22 21. 22 qarang. $27,950 ko'ndimding. Gapirmang. Bitta choy qilib beraman. Yo'q, gapirdim, bo'ldi deng. Bor, karisadan kelsa beramiz aka.